Tekinga motovlog tomoqchimiz, agressiv do'konlarga kelishinglar mumkin. Tekinga motovlog xarid qilib olishni sharti juda ham oddiy. Kelasiz, agressiv do'koni juda ham oddiy. Bitta motovlog xarid qilib olasizlar. Mana shu ukamizga o'xshab, mana shu turnigimizda 5 daqiqa turib bergan akalarimizga mana shunday motovloglarni xohlaganini 7-6 kilo motovlog xohlaganlar shunda tekinga berib yuboryapmiz aka. Sharti juda ham oddiy. Videoga like bosib, kommentariyaga omad yozib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Kelasizlar. Motovlog xarid qilasizlar. Xohlasanglar 5 daqiqa turib, pullarni, motovloglarni olib ketishinglar mumkin. Xohlasanglar ikkita motovlog olib ketishinglar ham mumkin. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agressiv do'koni bo'ladi. Pastda raqamlar qoldirdik, aloqaga chiqishinglar mumkin bo'ladi. Motovloglarimiz xohlagan turdagingiz bor. Misol uchun Texas originalni qatdan bilamiz deganlar uchun mana yon tomonlari agressiv do'kon o'zini shaxsiy brendlari bor. Bu tomonlarida raqamlariga ham qo'ydirib qo'yishgan. Ikkita tomonda bo'ladi akalar. Shunisiga ahamiyat berib olasizlar. Misol uchun mana bu ukamiz kamida 5 minutdan oshiq turib oldi. Bo'ldi aka, tushishingiz mumkin. Bo'ldimi aka, mutlaqo bepul olib ketishim mumkinmi? Xohlagan. Olasiz bittasini, olasiz pulingizni shundoq pul bermay qo'yasiz. Shundoq olib ketaverasiz. Bepulga. Bepulga. Ya Ahmad aka, joningiz sog' bo'lsin. Ko'rishguncha. Bundan keyin videolarga like va obunalik tugmasini qo'yaman aka. Joningiz sog' bo'lsin. Ana akalar ko'rishinglar mumkin. Tekinga oldi, 5 daqiqadan ko'proq turdi. Xohlaganlar kelib, omadini ko'rishi mumkin. Xohlasanglar motovloglarni olasizlar, pulinglarni xohlasanglar, ikkita motovlogni birdaniga olib ketishinglar mumkin. Joningiz sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha.